Bog'shamol City, ya'ni Pavarott'da joylashgan studiya 3 xona kvartiramizni sotuvga chiqardik. Hozir birgalikda video obzor qilib chiqamiz. Birinchi xonamiz esa bizning bolalar yotoqxonasi. Ushbu kvartiramizda sanuzelniy razdельный bo'lyapti. Marhamat. Keyingi xonamiz esa kattalar yotoqxonasi. Mehmonxona hamda oshxona. Marhamat. Ushbu kvartiramiz Pavarot, ya'ni Bog'shamol City'da joylashgan 10 etajlik novostroykaning 5-etajiga. Umumiy maydoni esa 52 kvadratdan iborat bo'lib, narxda keladigan bo'lsak 69500 ga baholanmoqda. Yana ham savdosi mavjud. Agar sizga ushbu kvartiramiz yoqgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.